Rus tilida noldan boshlab gapirish uchun sizga internetda kamdan-kam uchraydigan video darslik beraman. Darsda siz gapirishni tez, oson, sodda uslubda o'rganib olasiz. Bu darslikni davomi ham bo'ladi. To'liq playlist yaratiladi. Xuddi podkast eshitganingiz kabi naushnikda dars tinglab borasiz. Darslar juda sodda tarzda 1, 2, 3, 4 qilib 100 ga qadar raqamlanadi. Bu raqamlarni ketma-ketlikda eshitib tinglab borasiz. Rus tilini bilaman ish uchun o'rganasiz, o'qish uchun o'rganasiz, farzandlaringiz uchun o'rganasiz, imtihonlar uchun o'rganasiz va albatta meni o'quvchilarim rus tiliga juda qiziqadi. Qiziqish uchun ham o'rganasiz. Shuni hisobga olib, meni shaxsiy darslarim ham bor. Kam sonli o'quvchilarga gruppada Telegramda dars beraman. Telegramdan Rusisti admin profilimga yozing va meni pullik darslarimga qo'shiling. Darsni boshlashdan avval 10 dona so'z bilan tanishamiz. Rus tilida noldan gapirish uchun siz so'zni to'g'ri, ravon o'qishni bilishingiz kerak. So'zni tarjimasini bilishingiz kerak. Жить – yashamoq. Любить – sevmoq. Родиться – tug'ilmoq. Говорить – gapirmoq. Читать – o'qimoq. Учиться – tahsil olmoq, o'qimoq. Работать – ishlamoq. Объяснять – tushuntirmoq. Забыть – esdan chiqarib yubormoq. Yoddan chiqarish – писать – yozmoq. Bu kabi so'zlarni siz dona-dona o'rganmaysiz. Bu sizni gapirtirib qo'ymaydi. Har bir so'zga rus tilida gaplar tuziladi. Bir dona so'zga 10 xil gap tuzib o'rgataman. Doimiy kundalik hayotda ishlatiladigan so'zlar bilan bo'ladi. Bu yerda siz grammatikasiz, padejsiz, hech qanaqa bir qo'shimchalarni o'rganishsiz, oddiy podkast usulida naushnikda tinglab mana shu so'zlarni, gaplarni eslab qola olasiz. Sababi bir-biriga juda bog'liq, sxemalangan gaplar bo'ladi. Tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Siz darsni boshlashdan avval pastda kommentariyada mana shu darslarni davom ettirishim uchun rahmat, zo'r, yana video darslik chiqaring deb menga minnatdorchilik kommentariyada bildirib qo'ying. Menga bu juda ham muhim. Darsga like bosib, yoqganini menga albatta yetkazing. Ko'raman va darslikni keyingi qismlarini ham chiqaraman. 10 dona so'z bilan tanishib oldik. Endi har bir so'zni o'zgartirib nutqda ishlatamiz. Siz nutqda moq deb yurmaysiz-ku, yashamoq, sevmoq deb. Siz uni zamonlarda o'zgartirasiz, har xil birikmalar bilan ishlatasiz, qo'shimchalar qo'ya olmaysiz. Shuni o'rgataman. Birinchi raqamdagi so'z жить, yashamoq. Ushbu so'zga 10 xil gapni ko'rib chiqamiz. Barchasi kundalik hayotda foydalaniladi. Birinchi gap: Я живу в Узбекистане. Men O'zbekistonda yashayman. Я живу, men yashayman deb tarjima qilinadi. Ikkinchi gap: Я живу в мире. Mir bu tinchlik, dunyo tarjimalari bor. Men tinchlikda yashayman. Men dunyoda yashayman. Uchinchi gap: Я живу в достатке. Men farovon yashayman. To'kin sochinlikda yashayman. Hamma narsam yetarli deganingizda Я живу в достатке deb gapirasiz. To'rtinchi gap: Я живу на пенсии. Men nafaqada yashayman. Beshinchi gap: Я живу ради семьи. Men oilam uchun yashayman. Beshinchi gap: Я живу одним днем. Men faqat bir kun bilan yashayman. Yettinchi gap: Я живу в страхе. Men qo'rquvda yashayman.
Sakkizinchi gap. Я живу по совести. Men vijdon bilan yashayman. Vijdonan yashayman. 9. Я живу в любви. Men muhabbatda yashayman. Hayotimda sevgi bor, muhabbat bor. Я живу в любви. 10 gap. Я живу в съемной квартире. Men ijara uyda yashayman. Bu gaplarni xuddi shu tarzda o'rganishimizni sababi nimaligini bilasizmi? Siz kundalik hayotda sen yashaysan deb turib 10 xil gapira olasiz. Aynan yashamoq so'zi bilan siz doimiy shu so'zlarni ishlata olasiz. Qarang. Sen yashaysan O'zbekistonda, sen yashaysan farovon, sen bir kuningni o'ylab yashaysan, sen muhabbatga to'lib toshib yashaysan, sen vijdonan yashaysan deganda ham aynan shu sistemadan foydalanasiz. Bu siz uchun juda qulay uslub. Osmondan, u yoqdan bu yoqdan olingan, terib chiqilmagan, jamlab chiqilmagan so'zlarni o'rganishni o'rniga shunaqa jamlangan, strukturalangan so'zlar bilan, gaplar bilan o'rganing. Hozir mana shu joyda sizda savol tug'iladi. Ustoz, я живу, men yashaymanni o'rniga ular yashaydilar desakchi, yoki bo'lmasa siz yashaysiz, biz qo'rquvda yashaymiz deb qo'rquv bilan gapirsak qanaqa bo'ladi? Мы живем в страхе deb o'zgartirasiz. Ya'ni мы живем, ты живешь, он, она живет, они живут deb o'zgartirish uchun sizga hozir ekranda bitta sxema ko'rsataman. Har bir so'zni, shu 10 xil so'zimiz bor, bugun yuqorida ko'rgan. O'sha so'zlarni shu sxemaga qarab o'zgartirsangiz, buni men kursda o'rgataman, Telegramda darslarimda o'rgataman. Sizga aytdim, Rusisti admin profiliga Telegramdan yozasiz, shu yerda sxemalarni bo'lib bir oy ichida o'rgataman. Gapirish esa keyingi oy bo'ladi, kurs 2 oy. Mana shu tarzda siz har bir sxemaga bularni moslaganingizda ular, sen, biz, Oleg, Sima, Artyom, Antosha, Katya deb gapira olasiz. Ismlarini qo'yib, joy nomlarini qo'yib gapira olasiz. Sizda tayyor katta struktura hosil bo'ladi. Sizni miyangizda syujet hosil bo'ladi. Osmondan, yerdan olingan gaplarni u yoqdan bu yoqdan qilib bir-birini eslab qolishga urinmang. Eslab qolish uchun aynan mana shu uslub qulayroq sizga. Mana shu uslub sizga yordam beradi. Hattoki padej, rudlarga ham e'tibor berish shart emas bu yerda. Eslab qolish yetarli. Misol uchun, в O'zbekistone, в мире, в достатке, на pensiya desa, bular nima uchun bunaqa o'zgaryapti? Nima uchun bunaqa qo'shimchalar oldi? Nimaga bunday yakunlandi? Nega bunday harflar ishlatildi? Siz bosh qotirib ham o'tirmaysiz. Faqat va faqat ushbu videoni qayta har kuni qo'yib tinglab, ishda, o'qishda, metroda, mashinada, yo'lda, naushnikda tinglab borasiz, yodlab olasiz. Keling, mana shu ruscha so'zlarini yana bir ikkinchi so'z bilan ham ko'rib chiqamiz. Navbatdagi so'zimiz любить, sevmoq. 10 xil gapni ko'rib chiqamiz. Bu gaplar ham hayotda, kundalikda ishlatiladi. Я люблю жизнь. Men hayotni sevaman. Я люблю жизнь. Men hayotni sevaman. Ikkinchi gap. Я люблю родителей. Men ota-onamni sevaman. Я люблю родителей. Uchinchi gap. Я люблю природу. Men tabiatni sevaman. Я люблю природу. To'rtinchi gap. Я люблю свое дело. Men o'z ishimni sevaman. Я люблю свое дело. Beshinchi gap. Я люблю искренне. Men sidqidildan, samimiy sevaman. Я люблю искренне. Mana shu joyda e'tibor qiling,
Bu so'zlarimiz umumiy, erkak ham, ayol ham, jamiki odam zoti borki, bu so'zlarni, gaplarni ishlata oladi. Frazalarni mana shu uslubda yod olishingiz ham erkak, ham ayol, ham yosh bola, ham yoshi katta, ofis ishchisi, qora ishchi, uy bekasi farqi yo'q, oson rus tilida gapira olasiz. Mana shu tizimda ishlang. 6-chi gap, я люблю без причины. Men sababsiz sevaman. Я люблю без причины. 7-chi gap, я люблю с первого взгляда. Men birinchi qarashda sevaman. Я люблю с первого взгляда. Bu yerda первого взгляда bir qarashda, birinchi qarashda bo'ladi, ilk nigohda. 8. Я люблю вечно. Men abadiy sevaman. Я люблю вечно. 9. Я люблю себя. Men o'zimni sevaman. Я люблю себя. 10-chi gap. Я люблю родину. Men vatanni sevaman. Я люблю родину. Men vatanni sevaman. Mana shu men sevaman deb gapirish o'rniga sen, sizlar sevasizlar, biz sevamiz, yaxshi ko'ramiz, ular yaxshi ko'radilar, sevadilar deb gapirish uchun ham mana shu ekranda hozir sxema ko'rsataman. Mana shu sxema orqali siz gapirib keta olasiz rus tilida. Bu sxemalarni men o'zimni Telegramda ochgan kursimda o'rgataman. Bo'lib oyma-oy o'rgatiladi. 2 oy maza qilib ham grammatika, ham razgovor o'rganib olasiz. O'quvchilar sanoqli gruppada o'rgatiladi. Tez kirib yozilib olsangiz bo'ladi. Bu narsa, bu sxemalar oson tuyulgani bilan bizda istisno so'zlar ham bor. Ya'ni u, yu, at, yant, ut, yut, ish, im, yosh, yomla bor. Mana shunaqa qo'shimchalarda qiynalib qolmaslik uchun ham bir kursni maza qilib o'qib yuborish kerak. Navbatdagi so'zimiz родиться, tug'ilmoq. E'tibor qiling, bu yerda erkak ayolga ajratiladi bu so'z. Rodlarga qarab taqsimlanadi. Я родился в бедной семье. Erkaklar aytadi. Men kambag'al oilada tug'ilganman. Я родился в бедной семье. Bu o'sha erkak yigitlar uchun. Ayollar esa, qizlar, я родилась в бедной семье. Men kambag'al oilada tug'ilganman. Я родилась в бедной семье. Qavs ichida ayollar ishlatiladigan las, qizlarga ishlatiladigan las yozib qoldirilgan. 2-chi gap. Я родился в большом городе. Men katta shaharda tug'ilganman. Я родился в большом городе. Bu erkaklar uchun. Qizlarga я родилась в большом городе. Я родилась в большом городе. Men katta shaharda tug'ilganman deb las ishlatiladi. 3-chi gap. Я родился для счастья. Men baxt uchun tug'ilganman. Baxtli bo'lish uchun, ya'ni. Erkaklarga я родился для счастья. Ayollarga esa я родилась для счастья. Я родилась для счастья. Men baxt uchun tug'ilganman. 4-chi gapimiz. Я родился под счастливой звездой. Я родился под счастливой звездой. Men omad yulduzi ostida tug'ilganman. Ya'ni omadliman degan ma'noda xuddi shunday gapiriladi. Я родился под счастливой звездой. Erkaklarga я родился под счастливой звездой. Я родилась под счастливой звездой. Ayollarga ishlatiladi. Я родилась под счастливой звездой. Mana bu s-chi aytib o'tay shuni ham. Sh deb ishlatilishi shart. Счастливой, с
счастливой deb o'qilmaydi. Счастливой. Я родилась под счастливой звездой. Men omad yulduzi ostida tug'ilganman. 5-gap. Я родился в нужное время. Я родился в нужное время. Men to'g'ri, kerak vaqtda tug'ilganman. Я родился в нужное время. Erkaklar aytadi. Я родилась в нужное время. Qizlar, ayollar aytadi. Я родилась в нужное время. Men to'g'ri, kerak vaqtda tug'ilganman. Bu gaplarni ko'proq egoist odamlar ishlatsa kerak. 6. Я родился заново. Я родился заново. Men qayta tug'ildim. Qayta tug'ilganman. Я родилась заново. Ayollar uchun. Я родилась заново. Men yana qaytadan tug'ildim. Bu yerda ko'proq biror o'sha qaytadan tug'ilishga asoslangan nimadir yangilik bo'lsa, shu gapni ishlatsa bo'ladi. 7-gapimiz. Я родился мальчиком. Men o'g'il bola bo'lib tug'ilganman. Я родилась девочкой. Men qizaloq bo'lib tug'ilganman. Я родился мальчиком. Я родилась девочкой. 8-gap. Я родился в любви. Men muhabbatda tug'ilganman, sevgida tug'ilganman. Я родился в любви. Erkak kishi aytadi. Я родилась в любви. Ayol kishi aytadi. Я родилась в любви. 9-gap. Я родился талантливым. E'tibor bering. Я родился talantливым deb hatto ikkinchi so'zga ham rod ta'sir qilyapti. Я родился talantливым deb erkak kishi aytadi. Men iqtidorli bo'lib tug'ilganman deganda. Ayollarga esa я родилась талантливой oy qo'yib ishlatiladi. Я родилась талантливой. Я родился под знаком счастья. Я родился под знаком счастья. Men baxt belgisi ortida tug'ilganman. Ostida tug'ilganman. Bu ko'chma ma'noda shunaqa men baxtliman. O'sha baxtli bo'lish oni kelganida men tug'ilib qolganman deganda. Я родился под знаком счастья. Erkaklar aytadi. Я родилась под знаком счастья. Bu ayollar aytadi. Ya'ni baxt timsoliman deb gapiriladi. Ya'ni men borman, baxt bor. Я родилась под знаком счастья. Bu kabi so'zlar barchasi rodlarga ajratiladi. Rus tilida padejlar, rodlar, grammatikani hamma sir-sinoatlarini Telegramda Rusist admin profilida o'rgataman. Bu kabi so'zlarni voy bilib oldim, endi ishlatsam bo'ladi, bemalol gapira olaman degan narsani unuting. Juda ko'p minglagan so'zlar bor. Ularni hammasini rodlari, padejlari, harflarini o'rganib olishingiz juda zarur. Keyin esa minglagan gaplarni o'zingiz aqlan avtomatik ravishda tuzib chiqa olasiz. Navbatdagi gaplar. Говорить, gapirmoq. 1-gap. Я говорю правду. Men rost gapiraman. Bu joyda gapiraman degandagi so'zlarni gapirayapman desangiz ham bo'ladi. Ya'ni uzoq muddatli davomida yoki hozir ayni paytda deb gapirilganda gapiraman, gapirayapman. Tarjimalarga e'tibor qiling. Я говорю правду. Men rost gapirayapman, men rost gapiraman. 2-gap. Я говорю громко. Men baland ovozda gapiraman, gapirayapman. Я говорю громко. 3-gap. Я говорю шепотом. Men pichirlab gapirayapman. Я говорю шепотом. Yoki bo'lmasa shu joyda ism qo'yib ham Doston говорит шепотом. Mama говорит шепотом. Papa говорит шепотом deb siz 3, 4, 5 xil yana qo'shimcha gaplar tuzib nutqda ishlata olasiz.
To'rtinchi gap. Я говорю по dушам. Men samimiy suhbatlashyapman. Ruhiy jihatdan juda samimiy suhbatlashyapman deganda qalban я говорю по dушам. Я говорю по dушам. Erkak ham, ayol ham xuddi shunday gapiradi. Beshinchi gap. Я говорю по telefonu. Men telefon orqali gapiryapman. Я говорю по telefonu. Men telefon orqali gapiryapman. Bu yerda ham qiz, ham yigit, ham erkak, ham ayol ishlata oladigan gap. Я говорю по telefonu. Mama говорит по telefonu, papa говорит по telefonu, ученики говорят по telefonu. Bunaqa ko'plikda ham ishlatilsa по telefonu, telefon orqali, telefonda, uyali aloqa vositasida deb ishlata olasiz. Oltinchi gap, я говорю на уроке. Men darsda gapiryapman. Я говорю на уроке. Я говорю на уроке. Yettinchi gap. Я говорю по-русски. Men ruscha gapiryapman. Я говорю по-русски. Agarda men rus tilida gapiryapman desangiz, я говорю на русском. Я говорю на русском deb ishlatiladi. Sakkizinchi gap. Я говорю уверенно. Я говорю уверенно. Men ishonch bilan gapiryapman. Я говорю уверенно. To'qqizinchi gap. Я говорю неправду. Men yolg'on gapiryapman. Я говорю неправду. Bu yerda mana shunaqa to'liq gaplarni bir so'z bilan ifodalasa ham bo'ladi. Я вру desa, men aldayapman. Я лгун, men aldoqchiman. Вот. Shu holatlarda siz so'z boyligingizni oshirishingiz kerak. 10-chi gap. Я говорю без остановки. Men to'xtamay gapiraman. Я говорю без остановки. Men to'xtamasdan gapiryapman. Я говорю без остановки. Bu я говорю kabi 10 xil gapga siz ты говоришь, она говорит, мы говорим, вы говорите, Doston говорит, ученики говорят, врачи говорят, jurnalisты говорят deb gapirsangiz bo'ladi. Bu endi sizni bu yog'iga fantaziyangizga bog'liq do'stim. Mana shu men bergan shablon bilan siz doimiy ishlab boring. Bu darslarni yana davomi bor. Bu playlistni qayta aytyapman. 1, 2, 3, 4 qilib belgilab qo'yaman. YouTube'da bir dona bosasiz, ishda, o'qishda, uyda, metroda, mashinada, yo'lda tinglab boraverasiz. Sizni esingizdan chiqib qoladi. Shuning uchun qayta takrorlashga majburman. Telegramda Rusisty admin profilimga yozsangiz, yana qaytaraman. Rusisty admin. Hatto mana shu joyda sizga rasmini ko'rsataman. Mana shu profilga yozing va meni darslarimga qo'shilib bugunoq rus tilini o'rganishni boshlang. Kutaman. Navbatdagi so'z читать, ya'ni o'qimoq. Bu joyda yana 10 xil gapimiz bor. Я читаю книгу. Men kitob o'qiyapman. Bu yerda o'qiyapman desangiz ham bo'ladi yoki davomiy ravishda regularni o'qiyman desangiz ham hammasi to'g'ri. Я читаю книгу. Men kitob o'qiyapman. Я читаю газету. Men gazeta o'qiyapman. Я читаю газету. Я читаю новости. Men yangiliklarni o'qiyapman. Я читаю новости. 4-chi gap. Я читаю молитву. Men duo o'qiyman. Duo qilaman deganda ham я читаю молитву bilan ishlatiladi duolarga. Я читаю молитву. 5-chi gap. Я читаю по слогам. Men bo'g'inlab o'qiyman. Bo'g'inlarga bo'lib, bo'g'in nimaligini bilamiz, ya'ni bo'g'in degani bu so'zni
3 ta 4 ta qismga, 2 ta qismga bo'lib ajratib qo'yish. Ma, la, ko, yab, lo, ko degandagi, ak, no degandagi bo'limlarga bo'lib qo'yish bu bo'g'in deyiladi. Я читаю по слогам. Men bo'g'inlarga bo'lib o'qiyapman. Я читаю по слогам. So'zda qancha unli harf bo'lsa, shuncha slog bo'ladi, bo'g'in bo'ladi. Bularni bilasizlar. 6-gap, я читаю вслух. Men ovoz chiqarib o'qiyapman. Я читаю вслух. Mana shu вслух bu tashqi ovoz bilan o'qilishi. Ichida qanday bo'ladi? Я читаю про себя. Men ichimda o'qiyman, bu 7-gap. Я читаю про себя. Takrorlaymiz. Keling, shu ikkita gapni yana takror. Я читаю вслух. Я читаю про себя. 8-gap. Я читаю с интересом. Men qiziqib o'qiyman. Я читаю с интересом. Navbatdagisi, я читаю стихотворение. Men she'r o'qiyapman. Я читаю стихотворение. 5-gap, я читаю лекцию. 10-gap bu, я читаю лекцию. Men ma'ruza o'qiyapman. Я читаю лекцию. Men ma'ruza o'qiyapman. Bu joyda e'tibor qiling. O'qiyapman deb universitetda o'qiyapman, o'qishda o'qiyapman deb gapirilmaydi. O'qimoq bu haqiqiy harflarni olib, kitobni olib o'qishga ishlatilyapti bu. Tahsil olmoq boshqa narsa, o'qimoq bu umuman boshqa bir so'z bilan beriladi. Я читаю kitob o'qish, gazeta o'qish, duo o'qishlarga ishlatilsa, o'qiyman, ya'ni tahsil olaman, qayerdadir ilm olaman deganda umuman boshqa bir so'z bilan beriladi. Ya'ni учиться so'zi bilan beriladi. Tanisha sizga. Ya учусь deb gapirasizlar. Mana shu учиться bizda o'qimoq, tahsil olmoq, a читать bu o'sha qo'lda ushlanadigan, ko'riladigan bir nimalarni o'qish haqiqiy harflar bilan. U читать beriladi. Mana shu tarzda, shu tizimga moslashing. Har kuni shu videolarni ko'rib takror playlist podkast qilib tinglab boring. Bu sizga rosa katta yordam beradi. Qo'shimcha hatto kursim bilan birga shuni o'rganib ketsangiz ham juda katta oldinga zdvig qilasiz. Juda tez o'rganib olasiz. E'tibor qilsangiz bu yerda hamma so'zlarimizni mana molitva turibdi. Я читаю молитву, я читаю по слогам, я читаю вслух. Bu so'zlarni siz hayotda doimiy ishlatasiz. Ya'ni ichimda o'qiyapman, tashimda o'qiyapman, duo o'qiyapman, bo'g'inlab o'qiyapman deysiz. Ya'ni kundalik hayotda deyarli ishlatiladigan 90% so'zlarni sizga keltirib beryapman. Bu sizni eng katta yutug'ingiz. Ayni shu holatda podkastlarimni, videolarimni, shu videolarni nomerlari bilan tinglab, har kuni qaytib davom etish. Jon kuydirib tushuntirganimdan keyin siz ham jon kuydirib men taraf bo'ling. Videolarni qayta ko'rib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kutaman, rahmat deb minnatdorchiliklar bildiringlar, layklar bosinglar. Doim kutaman bu narsani. Navbatdagi so'zimiz bor. Учиться. Hozir sizga shuni tushuntirdim. Учиться читать. Читать учиться-larni, da? Mana shu учиться o'qimoq endi, tahsil olmoq endi biror joyda, muassasada. Я учусь в школе. Men maktabda tahsil olaman. Я учусь в школе. Ikkinchi gap. Я учусь в университете. Men universitetda tahsil olaman. Я учусь в университете. Men universitetda tahsil olaman. Я учусь на ошибках. Men xatolardan saboq olaman. Xatolarda o'rganaman. Я учусь на ошибках. Qarang qanaqa chiroyli so'z. Я учусь на ошибках. 4-gap. Я учусь хорошо.
Men yaxshi o'qiyman. Я учусь хорошо. Я учусь дистанционно. Я учусь distansionna. Men masofadan tahsil olaman. Uzoqda turib. 6. Я учусь новому. Men yangi narsa o'rganyapman. Я учусь новому. Я учусь новому. 7. gap. Я учусь у лучших. Я учусь у лучших. Men eng yaxshilarida o'rganyapman. Eng yaxshi ustozlarda, eng yaxshi odamlar kollektivida. Я учусь у лучших. 8. Я учусь terpenию. Men sabr toqatga o'rganyapman. Sabr matonatga, chidashga o'rganyapman. Я учусь terpenию. 9. Я учусь жить. Men yashashga o'rganyapman. Yashashni o'rganyapman. Я учусь жить. Я учусь жить. So'nggi gapimiz я учусь каждый день. Я учусь каждый день. Men har kuni o'qiyapman, o'rganyapman, tahsil olayapman. Я учусь каждый день. Bu yerda hech qanaqa rodlarga taqsimlangan joyi yo'q. Ayol ham, erkak ham xuddi shu so'zlarni ishlata oladi. Я учусь. Endi sen deganda ты учишься, он учится, она учится. Biz deganda мы учимся, siz, вы учитесь, они учатся deb ularga beriladi. Bu sxemalarni yuqorida sizga tushuntirdim. 2 qismga ajratib gruppada, darslarda, Telegramda o'rgataman. Menga Telegramdan Rusist admin profilimga aloqaga chiqasiz. Boshqa yo'li yo'q uni. O'rganishning boshqa joyi yo'q. Diqqat bilan tasavvur qiling, bu joyda hozir sizda 10 xil so'z, 10 xil yo'nalish, bir dona so'zga 10 xil siz to'xtalib o'tyapsiz. Eng qulay metod aynan mana shu. 10 xil siz buni faqat я учусь в школе, я учусь в школе, я учусь в школе demasdan 10 xil ma'noda. Misol uchun xatolarimdan tahsil olib o'rganyapman, xatolarimdan saboq chiqaryapman. Chidashga o'rganyapman, yashashga o'rganyapman yoki bo'lmasa shunaqa universitetda o'qiyapman deganingizda ham buni 10 xil ravishda ishlatish qulay kelar ekan. Menimcha sizlarga bu ma'qul. Ma'qul kelganini men Telegramda o'sha kursimga yozilganingizda bilib olaman. Pastda kommentariyada hozir YouTube'da ham kommentariy qoldirib, rahmat deb minnatdorchilik bildirganingizda, like bosganingizda bilib olaman. Iltimos, meni bu iltimosimni siz yerda qoldirmang. Siz uchun harakat qilyapman kuyinib, siz ham men uchun harakat qilasiz. Sizdan ortiqcha hech nima talab qilinmaydi bu yerda. Tushunarlimi? Darslarga doimo qaytib tinglab o'rganib boring. Sizni esingizda qolmayotgani uchun, xotirangiz past bo'layotgani uchun bularni takrorlashga majburman. Navbatdagi so'zimiz работать. Bu ishlamoq, работать. Endi ishlamoq so'zini biz 10 xil ishlata olamiz. Misol uchun, ertalabdan kechgacha ishlayman, o'zim uchun ishlayman, dam olishlarsiz ishlayman deganingizda, qiyin, og'ir, meni ishim og'ir ishlayman deganingizda ham qanaqa gapirasiz? Keling, birinchisini ko'rib chiqamiz. Я работаю много. Men ko'p ishlayman. Hech qanaqa rodlar kerak emas bu yerda. Я работаю много. Ayol ham, erkak ham. Men ko'p ishlayman. Я работаю много. Ikkinchisi, я работаю мало. Men oz ishlayman. Я работаю мало. Keyingisi, я работаю тяжело. Men og'ir mehnat qilaman. Я работаю тяжело. 7. Так, raqamlarda adashib ketaman. 4-chisi bizda я работаю с утра до вечера.
Я работаю с утра до вечера. Men ertalabdan kechgacha ishlayman. S utра до вечера degani ertalabdan kechgacha. Qarang qanaqa gaplar bor. Я работаю с утра до вечера. 5-chi gap. Я работаю в офисе. Men ofisda ishlayman. Я работаю в офисе. 6-chi gap. Я работаю на себя. Men o'zim uchun ishlayman. Я работаю на себя. Bu yerda hatto o'zimni qo'limda ishlayman. Ya'ni meni boshlig'im yo'q, ishim o'zimniki deganingizda ham я работаю на себя. Я работаю на себя. 7-chi. Я работаю в команде. Men jamoada ishlayman. Я работаю в команде. Я работаю в команде. 8. Я работаю без выходных. Men dam olmasdan, dam olish kunlarisiz ishlayman. Я работаю без выходных. Без выходных. Выходные dni bu ingliz tilida weekends. Juda ko'p o'quvchilarim ingliz tilini biladi. Shuning uchun ingliz tili bilan rus tilini o'rganish yanada osonroq. Weekends degani bizda выходные rus tilida. Без выходных o'sha weekendsdagi воскресенье bilan subbota ikkitasi bir ishlatiladi. Ya'ni shanba yakshanbani biz выходные deb gapiramiz. Я работаю без выходных. Shanba yakshanbalari ham ishlayman degan ma'noda kelyapti bu. Я работаю без выходных. 9. Я работаю по профессии. Я работаю по профессии. Men mutaxassisligim bo'yicha ishlayman. Я работаю по профессии. Я работаю по профессии. So'nggi gap. Я работаю за идею. Я работаю за идею. Men g'oya uchun ishlayman. Я работаю за идею. Men g'oya uchun ishlayman. Gaplarni podborkasini qarang hozir bu yerda. Hamma ham sizga har bir so'zga, uchraganki so'zga 10 talab, 10 donalab sizga gap tuzib bermaydi. Vaqt ayirmaydi. Men sizga do'stman. Mana shu shaklda o'rganing tilni. Sizga eng qulay metod bilan beryapman. Foydalanib qoling bu imkoniyatlardan. Doim ham bo'lmaydi. Bu gaplarni kun davomida o'zingiz meni ortimdan takrorlab tarjimalari bilan o'rganing. Boshqa bir videolarda ko'rib qoldim. Bu tarzda, bu shaklda, bu sifatli tarzda bermaydi. Tarjimalari bilan bu qadar sinchiklab sizga chaynab og'zingizga solib qo'ymaydi. Shuning uchun ko'zingizni ochib, bu imkoniyatlardan foydalanib, darslarni davomiy ravishda ko'rib boring. Men YouTube'daman. YouTube'da Ismigul Usmonovaga yozasiz, rus tili deb chiqadi. Bemalol o'rganasiz. Darslarni qo'ldan kelgancha davomiy qilaman. Meni podderishka qilib pastda kommentariyada yana takrorlayapman. O'sha minnatdorchiligingizni bildirib keting. Men uchun bu juda ham muhim. Navbatdagi so'zimiz bor. Объяснять. Ya'ni tushuntirmoq degan ma'noda keladi. Gaplar bilan tanishamiz. Я объясняю правила. Я объясняю правила. Men qoidani tushuntirayapman. Я объясняю правила. Bu gapni erkak ham, ayol ham ayta oladi. Ikkinchi gap. Я объясняю урок. Men darsni tushuntirayapman. Я объясняю урок. Uchinchi gap. Я объясняю причину. Men sababini tushuntirayapman. Я объясняю причину. Men sababni tushuntirayapman. Я объясняю причину.
Qarang qanaqa chiroyli gap. Misol uchun, yo'q bo'lganligim sababini tushuntiryapman desangiz, я объясняю причину отсутствия. Я объясняю причину моего отсутствия deb ham gapirasiz. Qarang qanaqa chiroyli gaplar bular. Doim ham ishlatilib, doim ham sizga ko'rsatib, o'rgatilib berilmaydi bular. 4-chi gap. Я объясняю значение слова. Men so'z ma'nosini tushuntiryapman. Я объясняю значение слова. Men so'z ma'nosini tushuntiryapman. Yana takrorlaylik. Я объясняю значение слова. 5-chi. Я объясняю спокойно. Men tinchlik bilan sokin ravishda tushuntiraman. Я объясняю спокойно. Я объясняю спокойно. 6-chi gap. Я объясняю на примерах. Men misollar bilan tushuntiraman. Я объясняю на примерах. Я объясняю ученикам. Men o'quvchilarga tushuntiraman. Я объясняю ученикам. 8. Я объясняю снова. Men yana tushuntiryapman. Я объясняю снова. Я объясняю жестами. Men ishoralar bilan tushuntiraman. Ishora nimaligini bilasizlar? Imo ishora. Jest bu o'sha qo'llarda, ko'zlarni nimadirlar bilan qilib tushuntirish shunaqa. Я объясняю жестами. Men ishoralar bilan tushuntiraman. 10-chisi. Я объясняю доступно. Men oddiy qilib tushuntiraman. Oddiy degani prosta degani, lekin bizda o'sha oddiy tushuntirish, hammani o'sha o'zini tilida chiroyli qilib, hamma tushunadigan qilib tushuntirib berishni доступно deb gapiramiz. Я объясняю доступно. Ya'ni доступным языком. Hammaga tushunarli bo'lgan tilda tushuntirib berish доступно, доступным языком deb gapiriladi. So'nggi gapni yana bir takrorlaylik. Я объясняю доступно. Я объясняю доступно. Qalay, mana shu holatda siz ham ustoz bo'lsangiz yoki o'quvchisiz yoki ishchisiz, misol ishchilarga tushuntiryapman. O'sha oddiy tilda, seni tilingda tushuntirib beryapman-ku desangiz ham я объясняю доступно deb gapira olasiz. Ofis hayotida, ish hayotida, uyda farzandlar uchun, qiziqish uchun, o'rganish uchun eng qulay metodlardan mana shu. Menimcha buni ortiq sizga qayta takror aytishni keragi yo'q. Bu narsani effektini his qilib, siz shuning ichiga kirdingiz menimcha. Men siz bilan maksimalni robot kabi emas, robotga o'xshab emas, haqiqiy ustoz, haqiqiy inson sifatida samimiy o'rgatishga urinyapman. Siz ham samimiy ravishda bularni qabul qiling, qayta o'qib tinglab o'rganib oling. Hatto bloknot tutib yozib olsangiz juda qulay bo'ladi. Hech qaysi bir odam sizga bir dona so'zga 10 martadan to'xtalib, ya'ni qo'shimcha uni ikir-chikirigacha o'rgatib berishi hozirgi kunda menimcha juda kam uchraydi bizning auditoriyalarda. Keyingi gapimiz bor. Bu yerda so'zimiz забыть, ya'ni esidan chiqarish, unutish, yodidan chiqarib qo'yish. Забыть. Esdan chiqarib qo'ymoq. Я забыл имя. Men ismni esdan chiqarib yubordim. Я забыл имя. Ikkinchi gap. Я забыл дорогу. Men yo'lni esdan chiqarib yubordim. Я забыл дорогу. Kundalik hayotda o'sha ko'chada yo'qolib qolganingizda, yo'lni bilmay qolganingizda ham qarang qanaqa gaplarni ishlata olasiz. Я забыл дорогу. Telefon qilib, я забыл дорогу deysiz. 3-chi gap. Я забыл обещание. 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 Я забыл обещание
Я забыл обещание. Men va'dani esdan chiqarib yubordim. Я забыл обещание. To'rtinchi gap. Я забыл боль. Men og'riqni esdan chiqarib yubordim. Я забыл боль. Я забыл боль. Beshinchi gap. Я забыл прошлое. Men o'tmishni esdan chiqarib yubordim. Endi qarang. Mana shu joyda bu gaplarni erkak kishi ishlatadi faqat desam ishonasizmi? Chunki zabil faqat erkak yigitlarga xos l bilan ishlatiladi. Erkak kishi aytadi ya zabil, ya zabil, ya zabil. Ayol kishi esa ya zabila a qo'shib gapirishi shart. Qani 5 ta gapni yana takror o'qib beraman faqat ayollar uchun. Я забыла имя. Я забыла дорогу. Я забыла обещание. Я забыла боль. Я забыла прошлое. Bu esa qizlar uchun edi. Mana shu tarzda o'tgan zamonda a qo'yib gapiringlar qizlar. 6-chi gap. Я забыл номер. Men raqamni esdan chiqarib yubordim. Я забыл номер. Qizlar esa я забыла deb a qo'yib gapiradi. Я забыла номер. 7-chi. Я забыл человека. Men odamni esdan chiqarib yubordim, unutib qo'ydim. Я забыл человека. Misol uchun buni ko'proq voditellar ishlatsa bo'ladi. Eng asosiy o'zini to'g'ri ma'nosida odamni unutib qoldirdim, ani ko'chada qolib ketdi degan bo'lsa. Ya'ni shofyorlar ko'proq. Я забыл человека. Klienta. Я забыла человека. Odamni unutdim desangiz ham, esingizdan chiqarib yuborsangiz, uni silueti, o'zi, shuni ishlatsangiz bo'ladi. 8. Я забыл пароль. Men kod parolni esdan chiqarib yubordim. Я забыл пароль. Я забыла пароль для женщин. 9 предпоследнее. Я забыл слова. Men so'zlarni esdan chiqarib yubordim. Я забыл слова. Va so'nggi gapimiz я забыл обиду. Men xafalikni deb gapiriladi. Esdan chiqarib yubordim. Я забыл обиду. Men xafagarchilikni esimdan chiqardim, unutdim bo'ldi. Забыл. Я забыл обиду. Я забыла обиду. Men o'sha xafagarchilikni unutib yubordim. Esimdan chiqib ketdi. Ayollarga я забыла обиду. Я забыла обиду. O'tgan zamonda siz mana shunaqa забыл yoki bo'lmasa aytaylik работал, читал, увидел, смотрел kabi so'zlarda l-ni erkaklar ishlatadi, ayollarga esa a deb gapirasizlar. La, забыла, уволила, работала, читала, уменьшала, считала. Hammasi la bilan ayollar uchun keladi. Bu sistemani ham siz eslab qoling. Juda qiziq bu. Keyingi so'zimiz bor. Pisать, yozmoq. Urg'uga rosa e'tiborli bo'linglar. Pisать so'zi bilan urg'u rosa qiynaydi shu joyda. To'g'ri talaffuz qilamiz. Birinchi gap. Я пишу письмо. Men xat yozyapman. Я пишу письмо. Rod yo'q, hech qanaqa ayol erkakka ajratilmaydi, bemalol gapiraverasizlar. Я пишу письмо. Ikkinchi gap. Я пишу сочинение. Men insho yozyapman. Я пишу сочинение. Uchinchi gap. Я пишу книгу. Men kitob yozyapman. Я пишу книгу. To'rtinchi gap. Я пишу статью. Men maqola yozyapman. Я пишу статью. Beshinchi gap. Я пишу сообщение. Men xabar yozyapman.
Я пишу сообщение. Men xabar yozyapman. 6-gap. Я пишу заметки. Men yozuvlar yozyapman. Я пишу заметки. 7-gap. Я пишу правильно. Men to'g'ri yozyapman. Я пишу правильно. Men to'g'ri yozyapman. 8-gap. Я пишу красиво. Men chiroyli yozyapman. Я пишу красиво. Men chiroyli yozaman. 9. Я пишу ручкой. Men qalam bilan yozyapman. Я пишу ручкой. 10-gap. Я пишу на доске. Men doskada yozyapman. Я пишу на доске. Bu gaplarni ko'proq o'sha studentlarimiz, o'qishda o'qiydigan, maktabda o'qiydiganlar ishlatsa rosa zo'r bo'ladi. Ustozlar ishlatsa rosa zo'r bo'ladi. Ayni muddao. Shu joyda qarang, sen deb gapirsa qanday ishlatamiz? Ты пишешь письмо. Ты пишешь сочинение. Ты пишешь книгу. Ты пишешь статью. Ты пишешь сообщение. Ты пишешь заметки. Ты пишешь правильно. Ты пишешь красиво. Ты пишешь ручкой. Ты пишешь на доске. Deb ishlatiladi. Он, она, ya'ni u deb gapirsak, он пишет письмо, она пишет письмо. Он пишет сочинение, она пишет сочинение. Он пишет книгу, он пишет статью. Она пишет статью, deb gapirsangiz ham bo'ladi. Он пишет сообщение, он пишет заметки, он пишет правильно, он пишет красиво, он пишет ручкой, он пишет на доске. Agar ular desakchi, ular xat yozayaptilar, ular kitob yozayaptilar, ular o'sha xabar yozayaptilar, ular ruchka bilan yozayaptilar, ular doskada yozyapti desak qanday ishlatamiz? Bunda biz они пишут письмо, они пишут сочинение, они пишут книгу, они пишут статью, они пишут сообщение, они пишут заметки, они пишут правильно, они пишут красиво, они пишут ручкой, они пишут на доске deb ishlatiladi. Vau, qarang qanaqa effektni-da bu narsa. Effekti rosa katta. Shunaqa takror vaqtni ayamasdan o'rganing, yillaringizni tejaysiz, ishoning. Oylaringizni, soatlaringizni tejab o'rganasiz rus tilini agar xuddi shu men bergan tizim bo'yicha o'rgansangiz. Bu ham men uchun yangi naxotka, yangi topilma. Anchadan buyon buni o'zi reja qilib yurgandim, lekin 1 yil bo'lmadi hali. Bu topilmamga. Shuning uchun mana endi realizatsiyasiga vaqt kelibdi. Endi kelibdi buni sizlar bilan bo'lishishimga. Shuning uchun imkoniyatdan yaxshilab foydalanib, bu topilmani mahkam ushlab qolinglar, tizimdan sizlar ham foydalaninglar. Davom etamizmi? Keyingi so'zimiz bormi? Hozir bu yerda men keyingi so'z bor yoki yo'qligini bir amallab ko'rib olishim kerak. Aslida yo'q ham ekan. Bugun 10 dona o'zi so'z ko'rdik. 10 dona so'zimizni har biriga 10 donadan gaplar tuzdik. 10 xil ravishda. Hattoki ularni biz sen, ular, biz deb gapirganimizda esa ularni yana ko'paytirdik, 1000 taga oshirdik. Jami bugun 10 ta so'zga 100 xil gap ko'rildi. Birinchi savol. Где продают хлеб? Nonni qayerda sotadilar? В аптеке, в магазине, в школе. O'ylaymiz, vaqt kam. To'g'ri javob bu yerda B variant bo'ladi. В магазине. Nonni do'konda sotadilar. В магазине. Ikkinchi savol. Утром люди обычно ... Tongda odamlar odatda nima qiladilar? Shuni davom etishimiz kerak. Спят, завтракают, ужинают. O'ylaymiz. Javob esa завтракают. B variant bo'ladi. Sababi odamlar tongda nonushta qiladi. Спят,
Uxlashadi, завтракают, nonushta qilishadi, ужинают, kechki ovqat tanovvul qilishadi. Uchinchi savol. Какая сегодня пора, если идет снег? Bugun qanaqa faslki agar qor yog'ayotgan bo'lsa? A varianti bu лето, B varianti bu zima, C varianti esa осень. O'ylaymiz. Vaqt kam. To'g'ri javob esa bu zima. Qor yog'sa tabiiyki zima deb ataladi. Bu fasl qish. Лето yoz, zima qish, осень esa kuz. Далее, четвертый вопрос. Что мы читаем? Biz nimani o'qiymiz? Книга, машина, стол. To'g'ri javob esa bu yerda albatta kitob so'zi. Kniga bo'ladi. Kitobni o'qiladi. В каком месяце бывает 8 марта? Onalar bayrami qaysi oyda bo'lib o'tadi? Yanvar, mart, may. Bu savollarni darajasi juda oddiy. A1 darajadagi 0 dan sal balandroq savollar. To'g'ri javob esa albatta variant B. Mart oyi. Кто лечит людей? Учитель, врач, шофер. Odamlarni kim davolaydi? To'g'ri javob bu yerda B. Vrach, ya'ni shifokor davolaydi. Где мы учимся? Biz qayerda o'qiymiz, tahsil olamiz? В школе, в магазине, в поезде. To'g'ri javob bu yerda albatta maktabda, в школе. Что делает студент на уроке? Talaba darsda nima qiladi? Спит, учится, bежит домой. To'g'ri variantni qarab toping. Javob esa albatta o'qiydi, учится. B variant to'g'ri. Spit uxlaydi, учится o'qiydi, bежит домой uyga yuguradi. Вечером на небе светят nuqta. Tunda osmonda porlaydi, charaqlaydi nima? Звезды, облака, деревья. Правильный ответ – звезды, albatta yulduzlar. Вечером на небе светят звезды. Облака bu bulutlar, деревья вообще-то daraxtlar degani. Как зовут маму твоего папы? Sening dadangning onasi qanday chaqiriladi? Тетя, бабушка, сестра. Javob albatta bu yerda babushka. Ya'ni dadamizning onasi bizga buvi bo'ladi. Чем пишут в тетради? Daftarlarga nima bilan yozadilar? Ложкой, карандашом, телефоном. To'g'ri javob bu yerda karandashom qalam bilan, ложкой qoshiq bilan,
Telefonim telefon bilan. To'g'ri javob esa B. В каком транспорте можно лететь? Qaysi transport turida uchsa bo'ladi? Samolyot, avtobus, poyezd. Albatta bu yerda A javob to'g'ri. Samolyot. Что мы пьем? Молоко, стол, книга. Biz nima ichamiz? To'g'ri javob A. Sut, молоко. Какой день после понедельника? Dushanbadan keyin qanday kun? Sreda, вторник, воскресенье. Javob bu yerda B. Вторник. Sreda bu chorshanba, вторник seshanba, воскресенье yakshanba. Где можно купить лекарства? В аптеке, в школе, в банке. Лекарства bu dori-darmonlar. To'g'ri javob bu yerda A varianti в аптеке. Dorixonada. Где можно купить лекарства? Dori-darmonlarni qayerdan sotib olsa bo'ladi deganda в школе maktabda, в банке bankda edi. Biz esa A ni tanlab olamiz. В аптеке dorixonada.